Әттегенде яқын нақшы етіп яш нақшыларымыздың әммісі жігітлер екен. Шұнақ ма жігітлер? Мағагет қысқамасын дея, Тория ай қызбалады ма? Ұнтып қапсыз. Мен шындақ ойлап қалдым қызлар. Мен мешер отаған тамашыбын досақ бір дәдімді тек олай. Мұшы сәхіннің кәйіндегі сәнәткар оғылlarımız біздің қызларымызды бозақ қылып алдым қанда. Кейні сәнәткарларымыз мәрхәмәт деп боғысыл оғылlar шығыватыды. Бұтаз адылы қанат. Менің Адилә деп бір достым кәйген бүгін. Менің Адиләні тәкіп қыса қандақ дейсілер қызлар. Сәзімізді Адилә. Мәрхәмәт. Adila, siz hozir naqshkasbida o'qiyotgansiz yoki? Yo'q, men naqshkasbida o'qib baxmaganman. Naqshkasbida o'qib baxmagan? O'qib baxmagan naqshdan o'zingizdan ishlangan, o'zini so'rang degan shuna. Unda siz universitetda o'qiyman. Qaysi kasbda? Qaysi kasbda o'qiyman. Unda siz naqshkasbida nima uchun naqshni bunday chiroyli aytasiz sen? Birek shpami uni turtki bo'layotgan yoki qanday kichigimdan naqshga qiziqib kelman to'q hamda dadamning aytishicha men telib chiqishi bilan naqsh yetib kelman endi men bir naqsharatlar bo'lish istim bilan mushu fursatdan foydalanib Abduskamdan bir savol so'rag'im matdi qo'za qani marhamat marhamat Abduska yaxshimisiz endi bir naqshchi bir san'atkor bo'lish sifati bilan sahnada turib naqshga o'tgan vaqtda nimalarga diqqat qilish kerak? Bu savolimga javob berib baqqan bo'lsangiz. Qani Abduzafar marhamat. Hozir Adila qizning mendan so'ragan savoli nayte cho'ng bir savol bo'ldi. Naqshchi cho'qim, naqsh aytishga muvofiq keladigan tug'ma ovoz pardasiga ega bo'lish kerak.
andın o o'qisa, tirishsa, ya'ni ilmiy usulda naqsha aytishninki qonuniyatlarini, masalan, ovoz chiqarish, ovoz bilan nafasning munosabati, ovoz bilan aks sadoning munosabati qatorliq bilimlarni egallaganda o naiti xalqqa yeqishliq bir naqsha ayta oladigan o'lchamliq naqshchi bo'la oladi. Endi yana birisi naqshchi bo'lmayman deydi ekan, u cho'qim o'zi aytayotgan naqshining mazmunini to'liq tushunish kerak. Shu vaqtida ovoz bilan naqshining mazmunining hissiyotini birlashtirib, kishilarga tomoshabinlarga yaxshi zo'q bera oladi. Anandaki yana birisi cho'qim mashqni qo'ldan bermaslik kerak. Hozir naqsh aytgan Adila qiz yaxshi naqsh aytdi. Bu qizninki qiyofati, so'zlarni elishi, nafas ishlatishi yaxshi. Bosh taraflardan diqqat qilsa, bizningki naqshchilarimizda, yoshlarimizda umid bor.